Bugun 12-iyul kuni Qatarni 18 yil davomida boshqargan sobiq amir Hamad bin Xalifa Al Soni 74 yoshida vafot etdi. Bu haqda amir divoni ijtimoiy tarmoqlarda xabar berdi. Allohning irodasi va taqdiriga itoat qilgan holda amir divoni mamlakat uchun og'ir judolik ota amir oliyjanob Shayx Hamad bin Xalifa Al Soniyning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildiradi. U bugun ertalab 74 yoshida olamdan o'tdi. Hamad bin Xalifa Al Soni 1952-yilda tug'ilgan. U Qatarning 7-amiri va Al Soni sulolasining 3-vakili edi. U oilasining boshqa a'zolari ko'magi bilan 1995-yil 27-iyunida otasi Amir Xalifa bin Hamad Al Soni Shveysariyada xizmat safarida bo'lgan paytda davlat rahbari lavozimini egallagan. Keyinchalik otasi Fransiyada yashab, faqat 2004-yildagina vataniga qaytgan. Amir Hamadning boshqaruv davri Qatardagi islohotlar va modernizatsiya bilan bog'liq. 2004-yil 8-iyunda Qatarning birinchi doimiy konstitutsiyasi qabul qilindi va u 2005-yil 9-iyunda kuchga kirdi. Al Soni Qatarni 18 yil boshqardi va 2013-yilda taxtdan voz kechib, o'rnini hozirgi Qatar mamlakatini boshqarib kelayotgan o'g'liga bo'shatib bergandi. O'tganlarning joylari jannat, oxiratlari obod bo'lsin deymiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytguvchidirmiz.